Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli azizlar, fatvo markazimizga ko'plab murojaatchilarimiz tomonidan sohibi uzr kim va unga tegishli shar'iy hukmlar haqida batafsil ma'lumot bersalaringiz degan savollar, murojaatlar ko'plab tushganligini e'tiborga olib, fiqhiy manbalarimizga murojaat qilib, ushbu masalani batafsilroq yoritib e'tiborlaringizga havola qilishlikka qaror qildik. Bu borada Hanafiy mazhabimizdagi eng mo'tabar manbalarni birinchisi, ya'ni Imom Quduriy rahmatullohi alayhni o'sha muxtasarlari, Muxtasar Quduriy hisoblanadi. Ana shu Muxtasar Quduriyga bir qancha sharhlar yozilgan. Jumladan bizni zamonamizga yaqin bo'lgan sharhlaridan o'sha Abdul G'ani Maydoniy rahmatullohi alayhni Al-Lubob fi Sharh kitob deb nomlangan asarlari mashhur. Ana shu kitob asosida ma'lumot berishlikka harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Wal mustahadatu wa man bi ma'naha kaman bihi salasul bawli wa ru'af ad-da'im wal jurh alladhi la yarqa'u damuhu. Ya'ni istihoza ko'ruvchi ayol, ya'ni hayz qonidan tashqari o'sha istihoza qoni deyiladi, ya'ni kasallik qoni ham deyiladi. Ana shu istihoza qoni ko'ruvchi ayol, shuningdek doimiy siydik tomib turuvchi yoki doimiy burun qonash yoki shunaqa bitmas jarohatdan qon tomib turgan bo'lsa, aylo yaskunu to'xtamasdan, vastitloqul batn qorin og'rish tufayli ich ketish, ya'ni kasalligiga mubtalo bo'lgan bo'lsa, manfilotur rih shuningdek doimiy yel chiqib turishligi kasalligiga mubtalo bo'lgan bo'lsa bir odam, va damul ayn yoki ko'z yoshi idza kana yakhruju an illatin kasallik tufayli, ya'ni ko'zdan doimiy yosh oqib turishga mubtalo bo'lgan bo'lsa bir kishi, va kaza kullu ma yakhruju an illa walau min udhunin aw thadin aw surratin shuningdek kasallik tufayli har qanday a'zodan, agarchi quloqdan bo'lsin yoki ko'krakdan bo'lsin yoki kindikdan bo'lsin, kasallik tufayli, illat tufayli bir yiring yoki suv shunga o'xshash bir najosat oqib turadigan bo'lsa, doimiy ravishda bu odamlar sohibi uzr hisoblanadilar. Demak, sohibi uzr deb ana shu doimiy tahoratsizlik yetib turadigan kishi, u ho bir a'zodan qon kelish bo'lsin, ho bir najosat chiqib turishi bo'lsin, ho siydik tomib turishi bo'lsin, ho yil chiqib turishi bo'lsin, ya'ni uzluksiz ravishda shu betahoratlik sodir bo'lishiga, betahoratlik, tahoratsizlik yetib turishiga mubtalo bo'lgan kishilarni sohibi uzrlar deyilar ekan. Endi sohibi uzrlarni hukmi nima? Yatavaddauna li vaqti kulli salat. Ular har bir farz namozining vaqti uchun yangi tahorat oladilar. Ay mafrudatin hatta law tawadda al-ma'dur li salati al-eid lahu an yusalli adh-dhuhra bihi indahuma wa huwa sahih. Demak, har bir farz namozining vaqti uchun yangi tahorat oladilar. Endi sohibi uzr quyosh chiqqandan keyin hayit namoziga tahorat qilsa, peshinni o'qishi mumkin. Chunki sohibi uzrni tahoratini vaqtni chiqishi emas, balki ya'ni chiqishi sindiradi, kirishi emas. Ya'ni u quyosh chiqqandan keyin tahorat oldi, hali peshinda vaqti kirgani yo'q. Shuning uchun u tahorati bilan, u ya'ni hayit namoziga qilgan tahorati bilan peshinni o'qib, ya'ni uning tahorati quyosh chiqqandan keyin qilgan tahorati qachonki peshinni vaqti chiqsa, ine keyin sinadi. Shuning uchun u peshin namozida ham o'qishi mumkin. Fa yusalluna bizalika al-wudu' fi al-waqti ma sha'u min al-fara'id. Demak, uzr sohiblari o'sha namoz vaqtida qilgan tahoratlari bilan istaganlaricha farz namozlarini va vojibot, vojib namozlarini, adoan va qazoan, adosini ham va qazosini ham va nafil namozlarni o'qiyveradilar. Ya'ni masalan peshin namozi kirdi, peshin namoziga tahorat qilgan sohibi uzr peshinni o'qib, peshinni orqasidan xohlaganicha nafil namoz bo'lsin, qazo namoz bo'lsin, ya'ni istaganicha asrni vaqti kirguncha namoz o'qishi mumkin. Fa idza kharaja al-vaqtu batala wudu'uhum. Endi vaqt chiqsa, uni tahorati singan hisoblanadi. Ya'ni peshinni vaqti chiqsa, endi asrga yangi tahorat oladi. Ya'ni o'sha peshinga qilgan tahorati bilan asrni o'qiy olmaydi. Ay zahara al-hadath as-sabiq. Ya'ni tahorati botil bo'ldi, bekor bo'ldi deganlarning ma'nosi namozni vaqtini chiqishligi uni tahoratini sindirdi degani emas. Uni sobiq tahoratsizligi ro'yobga chiqdi degani.
وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. Demek ular ikkinchi namozni o'qish uchun qaytadan tahorat olishlari vojib. ولا يبطل وضوءهم قبل خروج الوقت. Vaqt chiqishidan oldin ularning tahoratlari bekor bo'lmaydi. إلا إذا أطرأ حدث آخر مخالف لعذرهم. Magaram ularning uzriga muxolif bo'lgan boshqa bir tahoratsizlik yetsa. Ya'ni masalan sohibi uzrni bir joy qonab turuvdi. Tahorat qilib istagancha namoz o'qishi mumkin dedik. Endi orada boshqa tahoratsizlik yetdi unga. Demak, tahoratni sindiradigan boshqa amalni qilsa, endi uni tahorati singan bo'ladi. Chunki u uzridan boshqa tahoratsizlik bo'lyapti. وإنما قلنا ظهر الحدث السابق لأن خروج الوقت ليس بناقض، لكن لما كان الوقت مانعا من ظهور الحدث دفعا للحرج فإذا خرج زال المانع فظهر الحدث السابق. يعني biz vaqtni chiqishi tahorat sindirmaydi, balki sobiq tahoratsizlik ro'yobga chiqadi dedik-ku. Buni ma'nosi shuki deyaptilar. Chunki namozni vaqtini chiqishi asli tahoratni buzuvchi emas. Namozni vaqtini chiqishi tahoratni sindiruvchi amallardan sanalmaydi. Balki biz o'sha sohibi uzrga bir namozni, bir farz namozini vaqti ichida namoz o'qishlikni joiz deb aytdik, undan harajni, ya'ni mashaqqatni dafi uchun. Qachon vaqt chiqqandan keyin endi bu illat zoil bo'ldi. Ya'ni mashaqqat ketdi. Chunki zarurat qolmadi endi. Ya'ni namozning vaqti chiqdi. Shuning uchun endi uni oldingi tahoratsizligi ro'yobga chiqdi. Ya'ni aslida u tahoratsiz edi. Uni biz tahoratli deb vaqtincha o'sha namoz vaqtini ichida, ya'ni zaruratan uni tahoratli deb hisobga olib turdik. Qachonki endi vaqt chiqqandan keyin endi uni sobiq o'sha tahoratsizligi, ya'ni asliga qaytdi-da, demak endi u betahoratga hukm qilindi. Shuning uchun u peshinga qilgan tahorati bilan aslni o'qiy olmaydi. Balki asl uchun yangi tahorat olishligi shart bo'ladi. حتى لو توضأ المعذور على انقطاع ودام إلى خروج الوقت لم يبطل لعدم حدث سابق. Shuning uchun aytayaptilarki, masalan sohibi uzri to'xtab turgan paytda tahorat qildi. Masalan sohibi uzrni qoni to'xtab turuvdi. Tahorat qildi. Va o'sha qonni to'xtab turishligi vaqtni chiqqunicha davom etdi. Masalan bir kishi peshin namozini oxirgi vaqtiga yaqin tahorat qildi. Tahorat olayotganda uzri to'xtab turibdi. Masalan qon kelib turgan ekan, qon kelmay turibdi. Ya'ni tahoratsizlik sodir bo'lmay turgan paytda tahorat oldi. Tahorat olayotganda ham sodir bo'lmadi. Uzr. Tahorat olib bo'lgandan keyin ham sodir bo'lmadi. Va peshinda vaqti chiqdi. Asrda vaqti kirdi. Lam yabtul. Uni tahorati botil bo'lmaydi. Nimaga? Li adami hadasin sobiq. Avvalgi betahoratlik ro'yobga chiqmadi-da endi. Ya'ni tahorat sinadigan ish bo'lmadi-da endi. Ya'ni vaqt chiqishi tahorat sindirganda peshinda vaqti chiqishi bilan uni tahorati sinib ketishi kerak edi. U peshinda vaqtini chiqishligi uni tahoratini sindirmaydi. Oldingi tahoratsizligi ro'yobga chiqadi xolos. Shuning uchun u peshinda masalan oxirgi vaqtiga yaqinlashganda tahorat qilsa-yu, uzri to'xtab turgan bo'lsa, o'sha aytaylik qon kelib turgan bo'lsa, qon kelmay qoldi. Tahorat qilib oldi, tahorat qilgandan keyin ham qon kelmadi va peshinda vaqti chiqdi, asr kirdi. O'sha tahorati bilan asrda o'qiveradi. Chunki sobiq tahoratsizlik ro'yobga chiqqan yo'qda. ثم يشترط لثبوت العذر أن يستوعبه العذر تمام وقت صلاة مفروضة. So'ng sohibi uzrni o'sha sohibi uzrligi sobit bo'lishligi uchun uning uzri to'liq bir farz namozining vaqtini qoplab olishligi shart. Walau bil iqtisor alal mafruz. وذلك بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن العذر. ولو بالاختصار على المفروض. Bu nima degani desa, ya'ni sohibi uzr bir namozni to'liq vaqtida tahorat qilib, o'sha uzridan xoli bo'lgan holda, agarchi farzlarni o'ziga cheklagan holda bo'lsa ham namozni ado qilishlikka imkon topadigan vaqt bo'lmasa. Masalan, peshinni avvalgi vaqtida qon kelishni boshladi, oxirgi vaqtiga borib to'xtab qoldi. Demak, u sohibi uzr emas. Yoki peshinda masalan yarmida qon kelishni boshlavdi, bu peshin o'qimagan ekan. Peshinda yarmiga borib masalan tishini oldirdi, qon kelishni boshladi, kutdi, to'xtamayapti. Oxirgi vaqtiga borganda ham to'xtamadi, tahorat qildi, peshinni o'qib oldi. Asrda vaqti kirdi, asrda vaqtini yarmiga borganda qon to'xtab qoldi. U peshinini boshqa o'qiydi.
Chunki to'liq bitta namozni vaqtini qoplagan yo'qda. Endi qon to'xtamasdan asrni vaqtida ham davom etdi-da, asrni vaqti chiqqanda ham to'xtamadi. Uni peshini ham, asri ham durust. Chunki to'liq bitta namozni vaqtini qopladi. O'sha uzr. Demak, sohibi uzrlik sobit bo'lishligi uchun to'liq bir farz namozni vaqtini qoplashligi, o'z ichiga olishligi shart. Va hada shartu subutil uzr. Bu o'sha sohibi uzrlikni sobit bo'lishligini sharti bu. Fil ibtido, avvalda. Va yakfi fil baqa wujuduhu fi kulli vaqtin va la marratan. Ammo uzr davom etishligi uchun endi keyingi vaqtlarda bir marta bo'lsa ham sodir bo'lishligi yetadi. Ya'ni sohibi uzrga hukm bo'lishligi uchun to'liq bir namozni vaqtini o'sha uzr qoplashligi shart. Endi sohibi uzrga aylandi bir odam. Masalan, to'liq peshin namozini vaqtida qon to'xtamadi. Sohibi uzrga aylandi. Endi asrni vaqtida bir marta kelib qo'ydi. Yoki mana shomni vaqtida bir marta kelib qo'ydi. Shuni o'zi yetadi. Ya'ni boshida to'liq qoplash shart, keyingi vaqtlarda to'liq bo'lishligi shart emas. Balki o'sha bitta namozni vaqtida bir marta bo'lsa ham sodir bo'lsa, sohibi uzrlikdan chiqmaydi shu odam. Va fi zavoli yushtaratu isti'abul inqito'i vaqtan kamilan. Bi an la yujada fi juz'in minhu aslan. Ammo sohibi uzrlikdan chiqish uchun o'sha uzrni to'xtashligi to'liq bir namozni vaqtini qoplash kerak. Demak, mana sohibi uzr sobit bo'lishligi uchun to'liq bir namozni vaqtini qoplash kerakmidi uzri? Sohibi uzrlikdan chiqishda ham to'liq bir namozni vaqtini qoplash kerak. Ya'ni bir namozni vaqtini ichida bir marta sodir bo'lsa ham sohibi uzrlikdan chiqmaydi. Qachon to'liq bir namozni vaqtini ichida o'sha uzri bo'lmasa, uzri to'xtasa, ana u endi sohibi uzrlikdan chiqqan hisoblanadi. La yajibu alal ma'zur ghuslu thawb va nahu. Sohibi uzr o'sha kiyimiga najosat tekkan bo'lsa, kiyimini yuvishligi shartmi deydigan bo'lsa, idza kana bi halin law ghasalahu tanajjasa qabla al-faraghi min as-salati. O'sha najosat tekkan joyini yuvsa, namozni tugatguncha yana najosat bo'lib qoladigan bo'lsa, takroran kiyimini yuvishligi shart emas. Masalan, qon oqib turibdi, yo siydik tomib turibdi. Kiyimini yuvgan bilan namozni o'qiguncha yana siydik tomib, yana najosat bo'lib qoladi. Kiyimini yuvishligi shart emas. O'sha najosat kiyim bilan o'qaveradi. Chunki kiyimini yuvishlikda unga haraj bor. Yuvgan bilan yana najosat bo'lib qoladi. Ammo boshqa joyiga tekkan bo'lsa, masalan, badanini yoki kiyimini yuvgandan keyin yana qaytib o'sha yerga najosat tegmaydigan bo'lsa, u joyda albatta yuvadi. Lekin bevosita o'sha najosat tegib turgan joyini yuvmasdan o'sha yerga najosat tomib turgan bo'lsa ham namozini o'qiyveradi. Yajibu raddu uzril ma'zur in kana yartaddu. Imkon qadar sohibi uzrini qaytarish kerak. Bu nima degani? Va taqliluhu bi qadril imkon la yartaddu. Agar to'xtatishning imkoni yo'q bo'lsa, ozaytirishlikning imkoni bo'lsa, ozaytirish kerak. Ya'ni jarohatga bir narsa bog'laydimi, lattaga o'xshash. Yoki bo'lmasam bir narsa yopishtirishlikning iloji bo'lsa, yopishtiradimi. Imkon qadar o'sha qonni oqishligini, najosatni oqishligini to'xtatishga harakat qilish kerak. Qala fil bahr va mata qadara al-ma'zur ala radd as-sayalan bi rabatin aw hashwin aw kana law jalasa la yasilu va law qama sala wajaba radduhu. Bahrul Roihda aytadilarki, sohibi uzr o'sha najosatni oqishligini qaytarishlikka qanchalik qodir bo'lsa, bir narsani bog'lash bilan yoki yopishtirish bilan yoki o'tirsa oqmasa, tursa oqsa, o'sha najosatni imkon qadar qaytarishligi, ya'ni to'xtatishga harakat qilishligi vojib deydilar. Va xaraja an yakuna sohibi uzr. Shu bog'lashlik bilan masalan qon to'xtasa yo bir narsani yopishtirishlik bilan qon to'xtaydigan bo'lsa, u sohibi uzrlikdan chiqadi deydilar. Va yajibu alayhi an yusalli jalisan bil imo in kana yasilu bil mayalan. Endi sohibi uzr masalan tik tursa qon oqadigan bo'lsa, o'tirsa oqmaydigan bo'lsa, o'tirib imo ishora bilan o'qiydi. Agar o'tirib ruku sajda qilsa qon oqib ketadigan bo'lsa, imo ishora qilsa oqmaydigan bo'lsa, o'tirib imo ishora bilan o'qiydi. Li'anna tarka sujud ahvanu min as-salati ma'al hadas. Chunki sajdani tark qilish betahoratlik bilan namoz o'qishdan ko'ra yengilroq. Ya'ni sajda qilsa tahorat ketib qoladi. Imo ishora qilsa ketmayapti. Tahorat bilan imo ishora bilan o'qigani
sajdaga borib betahorat o'qigandan ko'ra hukmi yengilroq. Shuning uchun sohibi uzr imkon qadar uzrini qaytaradi, qaytarishga harakat qiladi, to'xtatishni imkoni bo'lmasa ozaytirishga harakat qiladi. Ya'ni bu nima degani? Masalan, tik turib ruku sajda qilsa, tahorati sinib qoladigan bo'lsa, o'tirib o'qiydi. Agar o'tirganda ham ruku sajda qilsa, tahorat ketib qoladigan bo'lsa, imo ishora bilan o'qiydi. Agar o'tirib imo ishora qilsa, tahorat ketib qoladi-yu, tika tursa ketmaydi. Tika turib imo ishora qilib o'qiydi. Ya'ni qanday bo'lganda ham namozni imkon qadar tahorat bilan o'qishlikka harakat qiladi. Chunki namozni bir rukunini ado qilmaslik tahorat bilan bo'lsa ham betahoratli holda o'qigandan ko'ra hukmi nimaroq? Yengilroq. Shuning uchun imkon qadar ya'ni namozni tahorat bilan o'qishlikka harakat qiladi. Endi sohibi uzr yo'q odamlarga imom bo'lolmaydi. Ya'ni namozda holi og'ir odam o'zidan holi yengilga imom bo'lolmaydi. Aksi durust bo'laveradi. Xuddi shuningdek bir uzri bor odam o'zi bilan uzri bir xil bo'lgan odamga imom bo'laveradi. Masalan, doimiy siydik kelib turgan odam o'ziga o'xshagan siydik tomib turgan odamga imom bo'lsa joiz. Ammo uzri boshqa bo'lsa imom bo'lolmaydi. Chunki uni nazdida buni tahorati yo'q hisoblanadi. Shuningdek bir odamdan masalan siydik tomib turibdi, ham boshqa uzri ham bor. Ikkita uzri bor. Masalan, jarohatidan qon oqib turibdi yo yel kelib turibdi. Bir odamdan siydik tomib turibdi xolos. Imom bo'lolmaydi. Chunki bunda ikkita uzri bor, unda esa bitta uzri bor. Yoki siydik tomib turgan odam doimiy yel kelib turgan odamga imom bo'lolmaydi. Chunki bu odam yel kelib turgan odamning tahorati yo'q, lekin kiyimi najosat emas. Siydik tomib turgan odamni ham tahorati yo'q, ham kiyimi najosat. Uni holi bunikidan og'irroq. Shuning uchun u unga imom bo'lolmaydi. Endi sohibi uzr mas kiysa, masiga qanday mas tortadi deyilsa, bu savolning javobida ulamolar aytadilarki, agar sohibi uzr tahorat qilib massini kiygan paytda tahorati sinmay tursa, ya'ni massini komil tahoratni ustiga kiygan bo'lsa, bu sog' odamlardagi bir kecha kunduz muqim bo'lsa, musofir bo'lsa 3 kecha kunduz 3 sutka davomida mas tortaveradi. Ammo tahorat qilayotgan paytda uzri to'xtamadi, betahoratlik sodir bo'lib turibdi. Yoki tahorat qilib bo'lib massini kiyguncha uzri ya'ni sodir bo'ldida betahoratlik unga yetib, demak massini komil tahorat ustiga kiymagan bo'lsa, endi o'sha bir namozni vaqtida mas tortiladi xolos. Namozni vaqti chiqqandan keyin keyingi namozga tahorat qilganda yechib oyog'ini yuvishligi vojib bo'ladi. Chunki u masini betahoratlik ustiga kiyganligi uchun demak uning tahorati o'sha bitta namozni vaqtiga kifoya qiladi xolos. O'sha vaqtda u tahorat qilsa, demak mas tortaveradi. Namozni vaqti chiqqandan keyin endi yechib oyog'ini yuvishligi unga vojib bo'ladi. Ammo tahorat olib masini kiyguncha betahoratlik unga yetmay turgan bo'lsa, demak u xuddi sog' odamlardaqa muqim bo'lsa bir kecha kunduz, musofir bo'lsa 3 kecha kunduz mas tortishligi mumkin ekan. Sohibi uzrga tegishli masalalar qisqacha shulardan iborat. Alloh taolo bilmagan ilmlarimizni bildirsin, bilgan ilmlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin, o'zi ilmlarimizni ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.